Assalomu alaykum. Qo'zak va kuzatuv boruvchilari. Bugungi sanamiz 17-oktyabr. Qo'zoy shahar, yana Muyamifeda biz. Batga 2 eshik, bitta fortishga o'rnatib berganmiz. Hop. Cross Zolotoy alumin ko'rishingiz mumkin. 80 ga 1.90, fortishga 75 ga 40. Ichkarida yana bitta 75 ga 1.90 eshik bor. Shuni yo'qolishlarga baho beramiz. 100% penalangan, tevasigacha, yonigacha. Arzonroq varianti bor. Bu eshigimiz tashqariga planga to'g'ri kelmay qolgan ekan, boshqa planlar o'zgarib qolib, ichkariga yig'ib berdik. Hop, choklarni ko'rishingiz mumkin. Choklarimiz hamma birga bir kelgan. Bu bag'ron nazarboy. Juda vakum bo'lgan. Originaldan biri. Akpen yuvalari qulflanishi, ochilishi. Juda go'zal holatda bo'lib. Hop, zamonimizni tillari ziyoda ichkari. Soqali zamonlar. Hammaga bir qavat oq arqon gullik. Fortishganiki ham xuddi shunday. Narxi 2.700.000 so'm bo'ldi. Kelib joyga o'rnatib berishimiz bilan. Dastavka, o'lchab ketish hamma xizmatlari ichida 2.700.000 so'mga qilib berdik. Kuzatib borishda davom etinglar.